Assalomu alaykum barchalarga kuzatuvchilarimiz. Instagram sahifamdan mana shu X-Aura nima ekan menga savol berishyapti ko'pchilik. Turkiyada tashkil qilingan 10 oy bo'ldi tashkil qilinganiga, lekin 10 oy ichida 60 ta davlatda mana shu mahsulotlarni tarqatib, shu 60 ta davlatda bu registratsiyadan o'tdi, ya'ni ro'yxatdan o'tdi. Jumladan O'zbekistonda ham. Davolovchi oddiy ko'chadagi 2 ga 1 ko'p emas, shifobaxsh ko'p. X-Aura. Bizni kuzatib boring va bu X-Aura kompaniyasi haqida biz to'liq ma'lumotlarni sizga bundan keyin tez yetkazib boramiz. Bir nechta mahsulotlari bor ekan. Hammasi tabiiy. Asosiysi zavodi Koreyada joylashgan ekan. Mana bu kofilari Turkiyaning o'zida ekan. Asosiy ofisi Ankara shahrida ekan. O'zini zavodlari bor ekan. Mahsulotlarga qiziqib qoldi. 36 xil mahsulotlar bu Koreya davlatiniki, Janubiy Koreyaniki va kofilar Turkiyaniki. Bizni kuzatib boring va biz sizga to'liq ma'lumotlarni tez orada berib boramiz. Rahmat. Yoqimli ishlar.